Yaratgan Robbimga hamd sanolar. Uning rasuliga bo'lsin duolar, ismi amalingiz jannatda tursin. Ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon tayyorman. Yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi Husanjon akamiz bilan bog'landimmi? Ha. Xayrli kunlar bo'lsin akajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Rahmat. Akajon, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronali kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 49 yoshingiz ummatlik baxti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Rahmat. Bayramlar bo'lsin. Rahmat kattakon. Bugun bizning loyihamizga o'zgacha bo'lgan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Yaqinlaringiz orasidan kim yuborgan bo'lishi mumkin? Opa bo'lishi mumkin. Yana taxminingiz bormi? Ha, buni opam bir o'rganayotganda katta. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon ukajoningiz Komiljon aka keliningiz Shahnozaxon opa nomidan kelibdi. Va ular bilan birgalikda jiyanlaringiz Kumushxon, Akbarjon, Sug'diyona, Yasinbeklar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat hamma. Rahmat sizga ham. Akajon, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, menga suyanchiq va oilamizda o'zgacha bir o'rin egasi bo'lgan. Mehri daryo bo'lgan. Bizlarni o'z kafti bilan ishlab turgan g'amxo'ram, beg'ubor akajonim. Bugun sizni Allohimga suyukli banda, Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim bizni mehrli, muhabbatli suyanchig'imiz, faxrli tog'imiz bo'lib yurishdan hech qachon charchamangiz. Qadri osmondan-da baland bo'lgan akajonim, siz dunyoda kelishgan, doim bizni g'amimizni yeydigan, mehr muhabbatli o'zgacha samimiy insonsiz. Sizni Allohim uchun jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bugungi kunda juda ko'p angladim akajonim. Sizdek g'amxo'ram borligi mening eng baxtli omadimdir. Sizdek ekan menga tuhfa etganlar uchun Allohimga hamdlar aytaman. Halol topayotgan daromadlaringizga Allohim o'zi barakatlarni yog'dirsin. Yaxshiliklarga, ezguliklarga sarflashlik, barchamiz birgalikda haj umra safarlarga borishlik nasib aylasin. Bunda yoshlarni ko'pini ko'rib, farzandlaringiz rohatini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Bilaman, ko'pgina xatolar qildim. Ba'zida ko'nglingiz ranjitib qo'ydim. Ko'p yillar o'tib qadringiz bildim. Yuragim parchasi jonim akajonim. Otamdek mehribon otam bo'ldingiz. Xato qilsam gar tanbeh berdingiz. Yagona mehribon ukam dedingiz. Yuragim parchasi jonim akajonim. Akajon, siz mening suyangan tog'im, mehribon insonim, ishongan bog'im, dardkashim, yupanchim hamda qalqonim. Yuragim parchasi jonim akajonim deya ajoyib bo'lgan o'zlarini, dil izhorlarini va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Akajon, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon ukajoningizga, jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat hammasiga. Sizga ham rahmat. Rahmat sizga ham. Men sog'lig'ingizga rahmat. Hamisha hardan barcha yaqinlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib oling deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Ha.